Beshinchi bölüm. Lovjov meni saqlamagan bo'lsa, men bu chaqcha nä dedim. Muno rahbarning uyiga Lovli akilib qo'ymagan bo'lsa, bunchalik xushalliq ozoda uy, kitobxona, yaxshi tamoq, issiq suyi, üzülmaydigan monchilar menga nädin. Bu odamning uyiga meni tutqili kim kiralaydi? Men bu yerda o'lim, tutqunlik, vahimasidan xoliyman. Birli yomon yeri bu odam to'lu gap qildikan. Tamamen bilmeydiğin işler doğrusudu mu saatlep sözleyeleydiken. Bu mu bir kabiliyet? Men bu kabiliyetten mehrum bilmeydiğin işten. Mesela gülçilik kişiden bir eğizmi söz kılalmayman. Ama mening hocayınım atom bombasının qandaq payda bolğanlığını bana bir saat leksiya qildi. Onun aytishicha atom bombasını birinci bulup yazgan adam bir orusken. O orus bizning hocayının yaqin do'stikan. Lekin mayli u yolg'on so'zlasa so'zlaversin, menga yomonlik qilmasli bo'ldi. Men nima bo'ldim? Nimishqa menga shafqat yog'dirayotgan odamning yomon gapini qilaman? Alaning xotiri yozayotgan qalami to'xtadi. U 2 soatdan beri xat yozayotdi. Avval xo'jayinning talabi bo'yicha Qutatqu belikning Farg'ona nusxasini o'qib chiqib, uning mazmunini qisqa, qiziq hikoyalashtirib yozdi. Ondan keyin xo'jayinning ajoyib xarakteri ustida yuqorqi xotirasini yozdi. Uning qalami to'xtagan bilan xiyoli to'xtamadi. Ala jinini qo'liga ilib shahar qichib yurganda bir kuni Lovjov tuyuqsizla uningga "Ala, sizga rosa yaxshi yo'shirinadigan bir joy chiqdi. Bizning bir milliy rahbarimiz bizning Lovli bilan yaqin. U odam Lovliga bilimli bir tarjimon kerak. U xususiy kotib, xususiy tarjimonlik qiladi. Uyimda turadi, kitob o'qiydi, mening maqollalarim, ilmiy asarlarimga ishlaydi. Uydan taloq chiqmaydi. Men uni yaxshi kutaman", debdi. Lovli sizni tanishtirgan ekan. U kishi xushal bo'lib, toza men izlagan odam ekan, debdi. Bayla Lovlidan telefon keldi. "Adla, Urumchiga men jahon tinchlanguncha shu xo'jayinning uyida kitob o'qib, maqol yozib vaqt o'tkazing", dedi. Ala, xo'jayin bilan shu uyda ho'yillari keng, beg'i chiroyli, keng kushada zamonaviy uyning mehmonxonasida uchrashdi. Mehmonxona sapa, gul tashtaklari bilan bezalgan, yo'riq ozoda edi. Chorvash, yo'g'on ko'z, qilin qalpoq, qo'shyangoq yashagan odam Ala bilan so'g'oqla ko'rishdi. "Ala musan, nimishqa harbiycha kiyinib olding? Bu jinoyat, bilamsan? Mavhui linjanglaringni darhol yulvat. Tursangu, yolg'onmi? Ha, bo'pti amisa, inglizcha biladi, deydi, rostmi? Bilaman. Koni kitoblarni ittiga o'qiy olamsan? Yomon emas. Arabcha, farscha qandaqroq? Farschani yomadayman, arabcha bilmayman. Biludi deydi-ku. Chag'atay tilida yozilgan asarlarni tushunalayman. Qaysi kitoblarni o'qigansan, koni kitoblardan deyapman. Qutatqu belikdan tortib, Mulla Bilalning kitobi G'azot darmalik için g'acha bo'lgan asarlarimizni hammasini o'qiganman. Mulla Bilal degan xoin-ku, u Pantusufga xizmat qilgan. Uning boya sen ismini atgan asarmi aksiyatchi. Undaq deyishki bo'lmas. Mulla Bilal shu chaqda Yatsuga ko'chgan ili Uyg'urlar qatorida zulm dastidan chet elga ketgan. G'azot darmalik için 1875 yil yozilgan. 1863 yildan 1871 yilgacha bo'lgan feodallik zulmga qarshi dehqonlar harakatini aynan tasvirlagan qimmati zo'r real asar. Hem tarixga qandaq raqsan? Yomon emas. Siz qaysi tarixni demoqchi? Dünya tarixi, Jungo tarixi, Uyg'ur tarixida qadimgi zamon tarixi, o'rta asr tarixi, yaqingi zamon tarixi, dunyo tarixi mushundoq bo'linadi. Jungo tarixi bo'lsa, bo'ldi, bilaman. Qadimgi zamon, hozirgi zamon, demokratik inqilob partiya tarixi. Sen 3 kun ichida atom bombasining paydo bo'lish tarixi to'g'risida bir nima yozib chiq. Menga lozim. Yur amdi tamoq yeyli. Mening tamoqdan burun qirliq stakanda kum qo'ydigan kesilimi bor degina, buningga qanday raqsan? Sizli xolasangiz. Undaqda tepishibdiq. Qinamisa, avval bir stakandan ichayli. Ala xo'jayinning kitobxonasini ham yotoq, ham ishxona qilib oldi.
Mening atom bombasining kashf qilinishi to'g'risida bildiganlarim mushu oq qog'ozga yozildi. Uningdan ortiqini bilmayman. Men bir chog'larda ayol kuyovlar Einstein to'g'risida o'qiganman. Мұны yazganlarımı şu çağda algan bilimlerimge asaslangan. Navada 1932 yılı Roosevelt bilen Hitler birli vaqtda ikki jahongir davlatga boshliq bo'lmagan bo'lsa, atom bombasi ikkinchi jahon urushida paydo bo'lmagan bo'ladi degan jumlaning tegi nemishqa sizildigina insoniyatning bu xil reaksiyalik hodisini bayqag'iniga taxminan 60-70 yil bo'ldi. 1931 yılı iki Angliyalik olim atom zarratlarini bayqagan. Bu zarrat atom molekula ichidagi elektrsiz donicha 7 yildan keyin Italiya, Fransiya, Amerika olimlari atom zarrachasining ichki sirlarini eshitishga boshlagandan keyin Germaniyaliklar atom yadrosini portlatish yo'li bilan uni parchalashga bo'lganligini isbotladi. Keyin 1939 yilga kelganda Kolumbiya universitetining ba'zi olimlari Germaniyaliklarning tajribasi bo'yicha tadqiqot elib berib, bo'lingan atom molekula yadroning birdan ko'p bo'lgan zarratlarni paydo qila oladiganligini isbotlagan. Mana shunday qilib zarrasimon reaksiya kashf qilindi. Mana buning bilan insoniyat uchun quvvat manbasining atom davri boshlangan edi. Lekin keyin 40-yilning beshiga kelganda uran 235 tepildi. Bu portlovchi atom elementi bir portlaganda sonsizlagan atom zarrachalarni orqam-orqa portlatadigan aktiv element bo'lib chiqdi. Bu qo'rqinchli portlash hodisasini tajribaxonadan jang maydoniga elib chiqishga Adolf Hitlerning olimlari loyiqatli edi. Lekin g'ururiy boyligidan ustun bo'lgan Franklin Roosevelt o'zining yerim palash gavdasi bilan Avstraliyalik nemis ofitserning oyog'i ostida o'mlashni o'limdan ortiq haqorat bildi. U Führerga mansub bo'lgan bu g'alabani ustulik bilan qo'lga keltirib, atom bombasini yasab chiqdi va o'zining atom bombasining Yaponiyaning kichkina orolida portlatib, Yaponiyaliklarni qirib, orol tuprog'ini giyoh unmas qilib etib, qirg'inchilik bo'yicha sinoqdan o'tkazib, harbiy ustunlikni tuyuqsizla o'zining qilib oldi. Keyincha a'lo o'qiyotgan maqolasini tashlab qo'yib, o'zicha o'tildi. Nemishqa rostini yozdim. Tarix to'g'risida so'z bo'lganda, Navoda Manchu millatidan chiqqan Nurg'achi ming sulolasiga xizmat ko'rsatib, ishonchiga ega bo'lib olib, sharqiy shimolda o'z Manchularni qurollantirmagan bo'lsa, 280 necha yil Jungoga hukmronlik qilgan Manching sulolasi bo'lmagan bo'ladi desam, bizning xo'jayin bilmaydi ekansan, bir kishining nima roli bo'lsin, tarix taraqqiyotining qonuniyati oddiy, ko'nining o'rnini yangi egallaydi. Ming sulolasi chirigan Li Zicheng nurg'uvchilar bo'lsa, bo'lmagan bo'lsa-mu, baribir boshqa biri uni ag'diradi deb javob beradi. O'xshashlar Roosevelt bilan Hitlerning ostiga sizib qo'yganiga qaraganda, xo'jayin bu ikki talbi siyosatchi taxtga chiqmagan bo'lsa-mu, baribir atom bombasi sahnaga chiqadi. Bilmaydi ekansan. Atomni dastlab bayqaganlar sen bu maqolangda yozganingdek inglizlar, fransuzlar, nemislar, amerikaliklar emas, naq mushu rusiyalik ivonlar. Nemishqa damsana? Chunki men bu haqni bilaman deyishi mumkin. Demakchi, nemishqa u odam bildigan narsalarni yozmadim ha? Lekin u odam nimani biladi? Yolg'on aytishni biladi. Men bo'lsam yolg'onni yoza olmayman. Yo'q, deb o'yladi u. Men nemishqa o'zimga yaxshilik qilgan odamning ayblarini o'ylayman. Vafoga jafo degan shu emasmi? Men bir hokimiyat ato qilmagan, yaxshilikni ato qilgan odamning ayblari to'g'risida xotira yozsam, qora yuz bo'lmamdiman. U vafodor, lekin bilimsiz. U jur'atlik, lekin yolg'onchi. Uning badanida hamma odamlarga o'xshash yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan xunuklik aralashib ketgan. Lekin u nimali bo'lmasin vafodor. Xiyoli shu yerga kelganda A'loning yodiga qutatqu belikdiki, munu misralar birma-bir keldi. Kishi qizliqi bo'ldi qayda tilagu, tilab bo'lg'u narsa tilayu ko'ray. Qamoq arzu bo'ldim kishi bo'lmadin men, qali bo'lsa arzum yuzina baqay. Vapa qahdi bo'ldi japa to'ldi dunyo, vapa kimda erki men azraq qulay. Qutatqu belikning
1342-1343 bətlləri. Şu çağda go'yo taqdir uning xiyol orzularini isbot qilmoqchi bo'lgandek bir voqea yuz berdi. Neriq uydan vaqirashgan ovozlar anglandi. Bu bir ig'ir xatolik, bu bir jinoyat deb vaqirdi bir yot kishi xirildaq, lekin inchik ovoz bilan. Sizga o'xshash bir inovatlik rahbar qildigan ishmi bu? Bir rahbar bo'libmi sizga o'xshash qizil hokimiyatda inovatlik bir odam proletariat diktatorisidan qochib yurgan jinoyatchini uyida yo'shirdi degan qanday gap bu? Yo'shirdim. Qanday qilsizlar? Men uni oqlayman, saqlayman. Qo'lingda nima keldi qani? Mana bu xo'jayinning ovozi. A'lo putlari g'allab titragan holda mehmonxona eshigiga keldi. Yot kishilarning yana biri so'zildi. Unda qilmasizlar, jinoyatchini topshirib bersizlar. İli hərbi rayonidan Joe bu yerdən Lilarning kasabatidan ishdan to'xtab masala topshiryotdi. Sizlarga bu gap kelmasin deymiz. Hey, sen to'li menga siyosiy dars o'tmay, bolalaringni boshqarib olg'ini, men kim bilamsan? 4 qitim o'q tekkan Gomindangning 10 ming kishilik armiyasini yo'qotib, qolgan 80-90 ming askari bilan amaldor, soqchi, ishbiylarni midirlig'isiz qilayotgan 3 viloyat armiyasining ofitserman. Kim do'st, kim dushman, men bilmay, sen bilamsana? A'lo sendan yaxshi. Uning vijdoni, bilimi, aqli bor. Seningchu nimang bor? Itqina quruq juva taroqlatmay mangchugul. Biz sizning ustingizdan arz qilamiz. Siz birga zarba berish, uchga qarshi turish harakatiga buzg'unchilik qildingiz. Atom bombang bo'lsa tashlavat. Jugumang, kirgan ishking uliq ochiq, tez yo'qol. To'la zardamga tegishma. Mening g'azbim yuqori pallaga chiqishdan burun tez yo'qolinglar. Xo'jayinning qo'pol ovozi hech qachon A'loga hozirgidek yiqimliq anglanmagan. Uning ovozi boyiqi tutquchilarni oxiri jimiqtirdi. A'lo xushal bo'lib keyinchi minib darhol o'z bo'limga kirdi. Zaldan oyoq tovushlari, ondan xo'jayinning harbiy rayonni bilamsizlar, gap bo'lsa shu yerga beringlar. Mening uyim sizlarning qoshqun aqtirdigan o'nkiringlar emas degan g'azabli ovoz anglandi. Bir oz jimliqdan keyin xo'jayin qapqi telingan holda A'loning bo'limga kirib keldi. Anglagansan, seni tutquli kepti. Lekin xotirjam bo'l. Bu uydan avval mening o'ligim chiqadi, ondan sen chiqsan. Hukumat jinoyatchilarni shart bilan ishlatadi. Men nimishqa bir qoshqunni ishlatolmayman. Talaylik ekansan. 10 kun kechikkan bo'lsang, heliqi javning uyida tutilatdinkan. Ularning peyiga allaburun odam tushgan. Men buni bilaman. Xalq qo'g'dash korpusining boshlig'i o'zi kelibmi seni ololmaydi. Bilamsan, men unchalik bo'zak odam emasman. Sen qo'rqmasdan men ko'rsatgan temalarda ilmiy maqola yozavergin. Jiningga men kepil. Men seni eng pichqi kesig'idigan boshliqdan so'rab olganman. Bo'lmasa itilatding. A'lo kulib qo'ydi. Haqiqiy Chapayev deb o'yladi u. Xo'jayindan rozi bo'lib. Bunda qaram odamlarning qo'lidan hamma ish keladi. Bu odamdan bir chatoq chiqmasa bo'ladi. Nimishqa ishkilanman? Maqollarimni yezib bo'lay. Materiallarim yo'q. Uni bu odam orqali oldirsamchi, Zulya akaning heliqi kichkina sanduqi, heliqi yo'shirib qo'yilgan kitoblarim joyidimikin? Chag'atay davridagi shoirlar to'g'risida umumiy tunishtirish yozmoqchidim, dedi A'lo kulib turib. Materiallarim qisqa qilyotdi. Mening buni 10 necha ming parcha kitoblarim ichida sen izlagan kitoblar yo'qmikan deb xafa bo'ldi xo'jayin qapqini silib. Qandaq yeziq tikisi lozim bo'lsa, shundaq yeziq tikisi bor. Yana sana nima ekan? Mana Radlov, mana Malov, Hidoyatov. Savutov menga xeyli mukammal qo'lyozmalarni qoldirib ketgan. U qo'lyozmalar siz hech narsa qilib bo'lmaydi. Savutov, heliqi etilgan Savutovmi? Bilimi bor edi, lekin siyosiy jihatda ko'r edi. Nadirov mening do'stim edi. U haqiqiy odam edi. Est. Xo'jayin birdilla asablashdi. Noq etildi. Men uni oqlab chiqolmadim. Qonun yo'q. Qonun bor bo'lsa-da, men uni oqlayalaydim. 3 viloyat inqilobini, uning jangchi ofitserlarini men cho'qim oqlayman. Ular bo'lmagan bo'lsa, Gomindan qurol topshirmagan Yiching, Maching shanglar qochmagan bo'ladi. Gomindangni tez puktirishda gejgisini miltiq tirab turgan Manastiki qurolliq armiyaga
Bugun armiyaning eng yaxshi ofitser jangchilari ashadiy dushman deyilmoqda. Aytilmoqda, men Mavjushi, Jozongli, Wang Jin, Deng Lichunlarga arz qilman. Pangduhay hayot bo'lgan bo'lsaydi, u kishini guvohlikqa tortatdim. Xo'jayin asablashib ilmdan siyosatga o'tdi. Uning lavlari ko'kargan, qonsiz yuzi texmi tatirib, ko'zlari chakchiyib, butun turqi qo'rqinchli tusga kirgan edi. U bir yo'tilib qo'yib gapini davomlashtirdi. Ha, ala. Charusiyaning Shinjongga qilgan tajovuziga doir materiallar tayyor bo'ldimi? Men o'g'illikka so'zlaydigan bo'ldim. Faktlar, yil, oy, sonliq raqamlar, naql ilingan kitoblarning ismlari, qaysi tildagi qachonqi nashr, qisqasi hamma ujur-bujuri to'liq yozilsin. Men bilman, sen mening bilimimdan foydalanyapsiz. Nomus qilmay degansiz deb meni ayblayapsan. Lekin bizning davlatimizda hech kim o'z bilimiga, o'z aqli o'shi, kallasiga o'z ega emas. Gezish jurnallardagi qaysi bir qaltis maqola boshliqning deysan. Cho'nglar uchun kichiklar ishlaydi, azaldan bor ish bu. Sen o'zing Qur'onmi payg'ambarimizning o'z amgigi emas deysan-ku, u yerlarni o'ylab nima qilatding? Topshirmangiz tayyor, dedi Ala Pokiz dona qilib ko'chirilgan qilin yozmani xo'jayinning oldiga qo'yib, siz boya deganlarning hammasi to'liq, xotirjam bo'ling. Bu asar sizga mansub. Siz ömrümdə ko'rib baxmagan har xil tillardagi materiallarni akilib bermagan bo'lsangiz, men qandaqmi bu asarni yozalaydim? Qo'y, rasmiyat gapingni, deb kuldi xo'jayin qo'lyozmani varaqlab etib. Kelgusida men seni rozi qilman. Men hozirmi sizni rozi, cho'ng g'amxo'rlik qildingiz. Qachon tutarkin deb ansiramsan? Yo'q, dedi Ala kulib qo'yib. Balzacning o'limning dahshatiga ko'nib qolgan odamni hayotlik dahshati nimami qilalaydi degan bir mashhur so'zi bor. Bu so'z meni doim bezlab turadi. Yaraysan. Ahaha. Xo'jayin qattiq kuldi. Yana ayta, Balzac deganing yana nima degan? Yanami, dedi Ala kulib. Yana mundaqmi gapi bor. Bu yerda hokimiyat tayiqi ancha bek qattiq bilinmaydi. Chunki biz tayoq ko'targanlarga yaqin turamiz. Pah, voy kasapatay. Menimi tayoq ko'targanchilardan deydigansan-da, to'g'ri, tayoq ko'targuvchi bo'lmasam, seni tortirib qo'yaman. Jur Ala, bugun seni toza bir mehmon qilay. Men qoyilman. Men mushu 50 necha yoshga kirguncha senga o'xshash yetilgan birni ko'rmaganman. Rahmeti Nadurov seni menga tunishtirib xat yozgan. Bilamsan, seni shu kishi qo'g'digan. Rahmeti to'g'ri aytgan ekan. Seni qo'g'dash bilimni qo'g'dash ekan. Jur, sening salomatliging uchun ichaylik. Lekin ichish yanala xo'jayinning salomatligi uchun qadah ko'tarish bilan boshlanib, yana shunday oxirlashdi. Ular amdila qo'lga rumkini elishiga telefon jaringladi. Xo'jayin yenidagi telefonni olib, "Kirsin", dedi va oshpazga yana buyurmalarni berdi-da, Alaga qarab, "Mening taklifim bilan nomdor ziyonlardan bir nechasi kelibdi. O'ltirvergan, xafa bo'lma. Men ularga seni boshqacha tanishtiraman", dedi. "Men chiqay", dedi Ala qutulishning fursati kelganligidan xushal bo'lib. "Mening ishkim yo'q." "Nima? Buningdan keyin bundaq gapni qilma. Bu uyda hech qanday bir ish sening ixtiyoring bilan bo'lmaydi. Mening royim, buyruq. Men ish desam ichsan, nemishqa damsina? Bu oddiy. Men sening xo'jayining." Ular ichishdi. O'ltirish amdila qizidi, gap siyosiy temaga ko'chdi. "Qurolmi kerak", dedi xo'jayin yo'g'on mushtum bilan ustalni bushlab. "Qalammi kerak? Qalam bilan Leningrad kelishimi, Ili kelishimi, cho'chak tamujna qonunlari deganlarni titivetish kerak. Og'illar okoplardan yugurib chiqib, urura bilan yugurishda. Biz oldida edik. Bugun qo'limizga avtomat granat o'rniga qalam, siyoh oldigan davr keldi. Front o'zgardi, lekin biz o'zgarmasligimiz kerak. Biz mangulik qahramon bo'lishimiz kerak. Ikkinchi jahon urushining front qo'mondonlari Zhukov, Malnovskiy, Rukovskiy, Chernovskiy, Konev, Durbuxin, Petrov. Sovet ittifoqi generallari. To'g'rimi Alimjon? Ha, rostla, sizlarga tanishtirishni unutibdiman. Bu pagada o'ltirgan yigit mening hadamning o'g'li. G'o'ljida yezi muallimi, ammo har qanday shahar muallimini, har qanday ziyonni cho'qib oladi. Bilimi bo'yidan cho'ng. Baygida doim birinchi bo'lib keldigan ot.
Mana mushunda xiyolchan yer tangshig'aq keladi. Ha, olim, gapim nega kelgan edi? To'g'ri, 2 jahon urushining front qo'mondonlari, lekin ular Sharqiy frontning. Endi G'arb frontiga kelsak, Amerikalik marshal Eisenhower, Georgiy C. Badun, Angliyalik Mangmali Makmaller demakchi. Ular bo'lsin nemislardan Hitler, Gimler, Gringen, Gimbelis, Guderian qatorliqlardan birlari miltiq, birlari qalam tutalaydigan rahimsiz siyosatchilardan edi. Ularning ba'zilari shon sharaf uchun o'zining hamrohlarining jasadlarini dasab o'tib, yomg'irdak o'qqa qarshi mang'alaydi. Yana birlari o'z zultiga vakil bo'lib, dunyoviy suhbatlarga qatnashalaydi. Indiyalarni rahimsizlik bilan qirgan generallarmi doim erkinlik, demokratiya, mehribonlik degandek temalarda nutq so'zlashgan. Mana bu bir harbiy boshliqning xususiyati. Men bu misollar bilan demoqchimanki, davlatimizning, xalqimizning or-nomusi uchun o'z vaqtida o'q atdiq, endi siyosat, gap, tarix bilan dushmanlariga o'q atadigan davr keldi. Men ancha-muncha izlanib yurib, ancha-muncha tarixdan savodliq bo'lish prinsipiga amal qilib, koni chor podshoning sharqqa qilgan tajovuzi va kengaymichiligi degan temada ilmiy asar yozib chiqdim. Uni xansuchiga tarjima qildirishdan burun sizlarga o'qib bermoqchiman. Anglab fikr beringlar. Qani ha, olim bunu materialni o'qu, bir soat aroq ichish to'xtab turadi amisa. A'la o'z yozgan betlarni alam va azob bilan varaqlab, titrangi ovoz bilan o'qishga boshladi. O'qigan siri maqoldagi nuqtai nazar bilan paket isbotlarning moslashishi, tilning ravon, yiqimliqligi, elingan naqllarning yangi va chinligi bilan bu asar anglag'uvchilarning emas, A'laning o'zini hayron qoldirdi. Asar to'lim yaxshi yozilgan edi. 1,5 soatgacha hech kim qattiq tinmadi, tamaka chekmadi. Xuddi aytda yatu da o'ltirgandek ular birli nuqta A'laning og'ziga qarab qatirib qo'yilgandek jim o'ltirishdi. Asar o'qilib bo'lgandan keyin ular tangla maqtashdi. Pah, nima degan qaltis, nemancha bilimlik odam ey bu? Bir odam bombasiga tang. Bu maqola e'lon qilinsa, cho'qim hech bo'lmasa 2 qit'a titraydi. Hammadan qaltis yozilgani paketlar. 100 parcha qo'shimcha kitobning ismi turidi, jiq ajr qilibsiz. Demak, bozorliqi bor mol bo'pti danglar, dedi xo'jayin silkinib ritimli kulib. Qani amsa ichayli, muvaffaqiyat uchun ko'tarayli. Eng yaxshisi qirliq stakanda ko'tarayli, dedi A'la hayajon bilan o'rnidan turib. Men to'liq xo'shal, o'zimni bosolmayapman. Hammasi kulishdi, lekin A'la azobdan ishmoqda. U xo'jayinning g'albisidan qattiq xo'rlik his qildi. Maqala mening, hatto uning boyiqi so'zlarimi mening, deb o'yladi u qirliq stakandagi haraq bilan mast bo'lib. Men boshqalarga aql ovoz, bezak bo'lish uchun bilim oldim-mu? Mushuning uchun bu yerda kutilib otgan bo'lsam, bu yerning hoshir yotgan turmidan farqi nima? Qirliq stakan yozsin, dedi u ikkinchi stakanni bo'shtib. Hurmatli akalar, meni aybga buyurmanglar, men mas emasman. Men hayajonda, menga duttar beringlar, men sizlarga muqam aytib beraman. Xo'jayin qaqaqlab kulib uningga duttar tutqizdi va uni sapaga o'ltirg'izib mursiga qo'lini qo'ydi. Ayt qarindishim, mayli seriq bo'lsin-mu, ko'nisini ayt. Biz tanqidga qaraymiz, hammamiz angliq, javobgarlik surishtirilsa, mana men tayyor. Seriqni anglayli. Aksiyatchi bo'lsin-mu mayli fukam. A'la dutlarni mushovarak muqamiga chaldi-da, xuddi dutlar sepidan bir maxfiy ovoz anglamoqchi bo'lgandek quloqlarini sapqa yoqdi. Dutlar bir xil jalb qilg'uchi, mo'ngluq sada bilan o'ziga til berguchi qo'l egisini bezlamoqda. Butun olam xo'rliqini ichiga yutib, jismlari allaqachon chang to'zonga aylangan bo'lsa-mu, ruhiy tillarda, samoda saqlangan ota-bobolardek sabrlik, chidamlik, irodalik bo'lishga undamoqda edi. U chin do'sti dutlarning so'zi bilan muңlandi, ruhlandi-da hayajon bilan muqam boshladi. G'iribandurman bu dunyoda meningdek benavo yig'lar, meningdek baxt qaroning holiga baxti qaro yig'lar. Apirin, apirin, muң, o'lay,
uzundan beri mundaq muңluq naqşı anlap baxmagan, әтіден кеш kirgicha yuqori ovozliq inqilobiy ulgilik teatrlar naqsini anlap, san'at hissiyat qabul qilish nervilari datlashgan o'tirish ahli avval cho'chib bir-biriga qarashdi. Keyin birdilla jonlandi. Ularning yuraklari o'yg'andi, badani yayridi, ko'zlari yoshlandi. Ular muqam avijiga do'st tortishib, yuqorqidek qisqa so'zlar bilan o'z hayajonlarini bayon qilishdi. Mana muqam oxirlashdi. Muqamchi yuragi titragan, vujudi erigan, ko'z yoshini arala tutib olgan holatda shoirning nomi tilga ilingan misralarni mung bilan o'qidi. Jimi oshiqlaring bir tan, bu mashrab bir taraf tursin. Xudoyim qozi bo'lganda g'erib mashrab arzu sana yig'lar. Muqamdan keyin dastonlar boshlandi. Ala Yusuf Ahmed dastonidan ajoyib bitlarni o'qidi. Tanışıqçılarının birləri eğəklərə dayanğan, birləri çoğu tutqan, birləri rumka alğan halda xuddi sürətdə qetib qalğandək uruşub naqşı tanışmaqda. Yamanlarını qoyub bulmaz rayiga, özü bilən salurlar qəmlik joyiga, muhabbetlik mehmanları kəlsə öyiga, küçük itdək qavuşub halın bildirir. Degan misralar oqulğanda ular bir-biriga qarışıb başlanışdı qoyuşdu. Әла нақсыны мушаваракның ақырқы мәрғулы білән түйетті. Xo'jayin hayajon bilan o'rnidan turib, boyaqi istakanға to'ldirib aroq qo'ydi da Әlaga sunib, "Yaraysan, men seni borgan sari cho'nqur tushunyapman. Kitob xaltasidan bunchalik muңliq sado chiqishini o'ylamabdi ekanman. Qenishcha biroqla" dedi. Әla ko'tiribdi. O'ltirishdikilar uningga birma-bir qadah tutdi. Әla hech narsani sezmay orqa-orqadan rumkalarni bo'shatdi. 2 kundan keyin xo'jayinning yeniga xo'shal holda kirib keldi-da, ustalga bir kallak pulni qo'ydi. "İli harbiy rayon orqali noyadan sening 5 oylik maoshingni oldirman. Qo'rqma, sening nada ekanligingni ular bilmaydi. Aloqa buyruq bilan hal qildim. 2 oylik maoshingni Zulyaning uyidagi kichik opang bilan qizingga berdik. Qolganiga o'z yenimdan 200 yuan qo'shdim. Bumi sening ish haqing. To'la gadankeşlik qilma, al, tartamağınğa sal. Sen qutatqı belik to'g'risidagi emgekingni qilavergin. Kelgusida bu ishlar ishlanadi. Biz mavu inqilobni oxirlashtirib, ilm-fan qurilish bilan shug'ullanamiz. Men adabiyot, tarix tadqiqotga ajoyib qiziqaman. Mening oxirgi umrimni tadqiqot bilan o'tkazish niyatim bor. Sen menga yana nurg'un xizmat qilib bersan teg'ay. Shu gap bo'lib 2 kun o'tgandan keyin bir kashqurulliqi Әla harbiychi kiyindi, belgilarini taqimidi. U sumkasiga xotira va bir necha lozimli kitoblar bilan ishlagan kartoshkalarni soldi-da, uydan chiqib Lavlining uyiga keldi. Lavli uni qizg'in kutib oldi. "Sizni yo'qlab bora olmadim. Texi 2 kun bo'ldi, o'g'inish kursidan chiqqili. Yo'shirib nima qilay? Sizni yo'shirganimiz uchun xeyli tutildik. Helimiz sizning xo'jayiningiz orqali rahbarlarga ahvolni aynan tushuntirib yurib, oran deganda pesh keldim qutuldik. Sizlarga ko'p rahmat", dedi Әla o'rindiqda o'ltirib etib. "Lavli, men xo'shlashmoqchiman." "Kim bilan?" "Siz va xo'jayin bilan. Men ketmoqchi. Xo'jayin ketganimni bilmaydi. Xayri xo'sh, Lavli." U o'rnidan turdi. Lavli hang-tang bo'lib ko'zaynikini tuzashtirdi. "Nega, qandoq ketmoqchisiz?" "Bu taraflarni bilmaganingiz yaxshi. Xo'sh, Lavli." Lavli hang-tang bo'lib uning keynidan mangdi. Lekin u qorong'u zaldan chiqquncha Әla ko'zdan g'oyib bo'ldi. 10 necha kundan keyin u Tangri tig'ining go'rsay eg'izida paydo bo'ldi. Tog' qaptildagi itlar havishayotgan mahalliga qarab harg'in oyoqlarini tasti o'tkab asta mangdi. Mahalning chiroqlari o'chib, ishlari jimig'anda u o'yli chaqsisi ulug' ochiq uyining oldiga to'xtadi. O'yladagi 2 it etilib chiqdi. Әla chaqsa yenidagi tonur beshiga chiqib, qo'liga uzun ko'sayni ilib, o'zini mudofiya qildi. "Bu kim?" Qasqir qovuzning tonish ovozi anglandi. "Aqtush, mah. Bu men Әla." "Əlamisan?" deb oldirib uningga yaqinlashdi. Qasqir ovuz kalas sepib olgan oyoqlari bilan shipildab mengib, "Hayotmisan? Seni itilibdi" deb angladik. "Xudoga shukr, amonkansan, qani uyga." 3 kundan keyin Qasqir ovuz uni Tangri tig'ining yolg'iz oyoq yo'llari bilan boshlab uzoq mangdi. Kashqurun chek yer bo'yidagi tosh g'orni uy qilib 200 tuyoq qo'y, bir necha kala ot bilan qishlovga
O'rlashgan do'stining uyiga boshlab chiqdi. Qasqir qavuz do'stiga jigidi. Yaxshi baqsan, kim va nadin kelganligini so'ramaysan, men pat-pat kelib turman. Bugun biz sana qo'noq. Qo'noq mehmon degan ma'noda. Melingni akal, pati berayli. Avu xurjunda xotining bilan ballariga sovg'a salom bor. Әла bu uyda birinchi ishni uyqudan boshladi. U xuddi butun baxt peshonasini uyquga atagandek, dunyo vasvasalaridan xoli beg'am deqqandek mash yenidagi qilin ko'rpa ustida necha kungacha uxladi. Bir necha kundan keyin qasqir ovuz uni yo'qlab keldi. Endi mahalliga borsangmi bo'ladi. Xudoga shukr, heliqi xizmat ko'rpisi ketdi. Mahalning eng chong xo'jayini yana o'zim bo'lib qoldim, dedi u yenik nafas ilib.